aka, bizni oshnamizning nomidan SMS yozib aka, firibgarlar kartada pul bormi, moncha tushirib bering, oncha tushirib bering deyishyapti. Hozir biz ashunaqaga to'g'ri kelib qoldik aka, zapislar qilib qo'ydik. Shuni ogohlantirib yuborasizmi aka, e'lon qilib. Yaxshilik bo'lib qoladi aka. Oncha tushirib bering, oncha tushirib bering, zarar bo'lib qoldi deb yozishdi. Oshnamiz deb biz ham yozishib, pul ham tushirib beribmiz aka. Hamma oshnamizga jo'natib yuborib, bitta oshnamiz nomidan aka. Hozir yangi mashinalar shunaqa gruppalar kirib olib, ochiq gruppalar kirib, shu yerdagi odamlarning profilini ko'rib, rasmlarini bor olib, asha ismini yozib olyapti-da, shu gruppadagi gruppa a'zolari yozib chiqyapti, do'stim pul bering, qarz bering deb. Bular shu Telegramda gruppadagi rasmni olyapti, profildagi asha ismini yozib olyapti, bo'ldi. Shu gruppadagi odamlar yozib chiqyapti bittadan. Do'stlardagi gruppada ba'zi do'stlar bo'ladi, uchinchi oshna boshqalar yozyapti, ogoh bo'linglar. Telegramda shu yaqin oshnangizdan profildan qarz so'rasa, imkon bo'lsa telefon qilib aniqlashtirib olinglar, tashlab bermanglar. Bunaqa mashinalar ko'payib ketibdi. Vodiy bozor uchun maxsus buni gruppalarga tarqatib hammani ogohlantirdilar.